Assalomu alaykum kanalim muxlislari. Kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlarga men do'mboqqina yumshoqqina tvorogli bulochkalar tayyorlab ko'rsatib beraman. Buning uchun bizga kerakli bo'lgan masalliqlar: 6 qoshiq shakar, un, 2 osh qoshiqda sariyog', uy sharoitida sigir sutidan tayyorlangan sariyog'. Xohishga ko'ra maslika yoki shidroleta sosalaringiz ham bo'ladi. 2 dona tuxum, 2 osh qoshiqda guruch va simichka yog'i va bizga kerak bo'ladi 1 litr sut. Biz birinchi bo'lib shakar solamiz. Va uni yaxshilab aralashtiramiz. Shakari eriguncha. Keyin tuxumni solamiz. Va uni ham yaxshilab aralashtiramiz. Agar uy tuxumi bo'lsa, bulochkalaringiz ichlari sap-sariq bo'lib chiqadi. Men hozir uy tuxumidan foydalanyapman. Va sariyog'imizni solamiz. Sariyog'larimiz eriguncha yaxshilab aralashtirib oldik. Endi navbat guruchga. Va eng oxirida unimizni solamiz. Yumshoqqina, mayingina xamir qilib olamiz. Qancha bulochkalarimiz yumshoqqina bo'lsa, xamiri shuncha chiroyli va yumshoqqina bulochkalar hosil bo'lib chiqadi. Men o'lchamasdan soldim. Mana xamirimiz ham tayyor bo'ldi va buni ustiga 1 qoshiq simichka yog'idan solamiz. Bu xamirimiz qo'lga yopishmasligi uchun. Mayingina yumshoqqina xamirimiz tayyor bo'ldi va buni biz achitishga qo'yib qo'yamiz. Mana azizlarim, bulochkamizda xamiri oshib chiqquniga qadar nachinkasini tayyorlashni o'rgataman. Bu yong'og'imiz bo'ladi. Tagidagi esa tvorog. Uy sharoitida tvoroglarni o'zim qilganman va 1 piyola shakarni solamiz. Agar uyingizda tuxum ortiqcha bo'lsa, tuxumni sarig'ini alohida qilib, oqini aralashtirib yuborsangiz bo'ladi.
va orasiga mayizlar solsangiz ham bo'ladi. Menda bor masalliq shu bo'lganligi uchun borini sizlarga solib ko'rsatib beraman. Buni yaxshilab aralashtirib olamiz. Nachinkamiz ham tayyor. Buni bir chekkaga olib qo'yib, xamirimizni zuvolalarga bo'lib chiqamiz. Mana xamirlarimiz ham qanday ajoyib oshib chiqqan. Azizlarim, mana xamirlarimizni zuvolachalarga bo'lib oldik. Hamma xohishiga qarab har xil usulda buksa bo'ladi. Endi buni qanday bukishni men sizlarga o'rgataman. Mana azizlar, bo'lichkalarimizni ham bukib oldik. Men ikki xil shaklda bukdim. 300 gradusda qizib turgan duxovkamizga endi bularni qo'yib olamiz. Mana duxovkamizga ham joylashtirib oldik. Mana azizlar, bo'lichkamiz ham tayyor. Buni endi ustiga chiroyligina qilib bezaklar qilib chiqamiz. Hamma xohishiga qarab bezasa bo'ladi. Menda saxarning pudri borligi uchun saxarning pudridan foydalanaman. Yumshoqqina, bulqiliqqina bo'lichkalarimiz. Videoyim sizlarga yoqqan bo'lsa, obuna bo'lib, layk bosib ketishni unutmang azizlarim.